Bu manzara sizga tanishmi? Noqonuniy qurilish va yer egallash oqibatlari og'ir bo'lishi mumkin. Esingizda bo'lsin, yer maydonlarini o'z boshimchalik bilan egallash, unda noqonuniy qurilishlar qurib olganligi uchun qonunchiligimizda ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan. Qonunni buzganlar javobgarlikka tortiladi. Noqonuniy egallangan yerlar esa davlat zaxirasiga qaytariladi. Yer maydonini rasmiy hujjatlar asosida rasmiylashtiring. Qonun yo'li bilan harakat qiling. Qonuniy yondashuv kelajagingiz xavfsizligi garovi. Yerni noqonuniy egallamang. Rasmiy ruxsat olmasdan qurilish qilmang. Yerni o'zboshimchalik bilan egallash ertaga og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini esdan chiqarmang. Adolatli va qonuniy jamiyat uchun birga harakat qilaylik.